Daryo, toshqin, suvlar, to'lqin. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. 2026-yilda yaxshi niyatda xondan so'rgan aka-uka opa-singillarimiz uchun somon suvoq qilish narxlarini yoritib beramiz. Hozirgi kunda ustakalarimiz Farg'onani avvaliga chiroyli qilishib 800 kvadrat oshiqroq 900 kvadratga yaqin joylarda chiroyli qilib somon suvoq xizmatlarini qilib berishyapti ekan. Albatta, birinchi etaji xomg'ish, pishgang'ish aralash bo'lgan, ikkinchi etaj bo'ladigan bo'lsa, yo'q, ikkinchi etaj shunaqa bo'lgan ekan, birinchi etaji shilaka blok bo'lgan ekan. Shilaka blok bo'ladimi, paxsa devor, gazoblok, pena blok bo'ladimi, bemalol xizmat qilib berishaveradi. Ustakalarimiz mehnatiga videoni boshida bitta like bosib qo'yinglar. Xohlasalaring mana shunday atkoslarni ham chiroyli qilib olib berishaverar ekan. Xo'sh, undan tashqari ko'pchilik telefon qilib so'rashyapti ustakalarimizdan. Mana shunday piltani ustiga ham suv beraverasizlarmi deyapti-ki, albatta suv beraveramiz deyishyapti. Uyingiz misol uchun havosi anchagina toza bo'ladi bu suvni qildirganlaringdan keyin. Undan tashqari hozirgi kunda restoran, kafe, choyxonalarda ham mana shunday somon suvoqlardan dekorativniy devor qilishyapti. Bemalol ularni ham qilib beraveramiz. Ustaka chiroyli qilib. Xizmatlar O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Xo'sh, ustakalarimizga oziq-ovqat qilib berasizlar, yotoq joyini qilib berasizlar. Undan tashqari somon olib kelib berasizlar, qum olib kelib berasizlar, bo'ldi. O'zlari chiroyli qilib xizmatlaringni qilib berishaveradi. Ustakamiz ham qo'lni yuvyapti. Choy ichib keladi shekilli. Xo'sh, mana shunday somonlarni olib bersalaring, drabelkadan chiqarishar ekan. Bittasiga 10 ming so'mdan xizmat berasizlar ekan. Chunki drabelkadan chiqargandan keyin chang bo'ladi. Changni yutganning hisobiga. Kimga mana shunday somon suvoq xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, narxiga keladigan bo'lsak, birinchi etaj bo'ladigan bo'lsa 35 ming so'm, ikkinchi etaj bo'ladigan bo'lsa 1 kvadratini 40 ming so'mdan suvoq berishyapti. Mana shu holatda bo'ladi, buni ustidan mana shu holatda bo'lar ekan. Chiroyli qilib urishadi, uni ustidan zatirkalarni qilib berishar ekan. Albatta menga somon suvoq qilib bering, uni ustidan remont qilmayman, o'sha somon suvoqda o'tiraman deganlar uchun 2 sloy qilib berishar ekan. Narx kelishilgan holatda bemalol remont qilmasdan ham o'tirsalaring bo'laverar ekan. Aytib o'tilganda uyingizda havosi toza bo'ladi, bola chaqalaringiz ham kasal bo'lmaydi. Uyingiz yozda muzdek, qishda bo'ladigan bo'lsa issiq bo'ladi. Narxini aytib o'tdik. Kimga mana shunday sifatli ustalar kerak bo'ladigan bo'lsa, 15 yil tajribaga ega ustalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran pastida ustakalarimiz telefon raqamlarini qoldiramiz. 12 ta viloyatga kelishilgan holatda xizmatlaringizni qilib berishaveradi. Mana shu ustakalarimiz mehnatiga bitta like bosib, qurilish qilayotgan tanish-bilishlarga videomizni jo'natib qo'yasizlar.